Hayotim o'tayapti, yaxshimi yomon. O'zga yurt nonini yeyapman hamon. O'tayotgan bir kunim ham emas begunoh. Ne qilay bu yurtda sharoit shundoq. Ishlarman Moskvaning Klin shahrida. Powerlik qilarman bir restoranda. U yerda sharoit juda yaxshidir, biroq nonni boshqa narsalarni tashlash yomondir. Ruslar hayotini tushunmay qoldim. Ishlash o'zlariga yoqmasligini bilib ham oldim. Gar ota-onasi qarasa uning e'tibor ham bermasligini nazarga soldim. Ishlaydi, ozroq topadi ham pul. Ichadi, chekadi, yo'qotar shu kun, biroq o'ylamaydi, erta ham bordir. O'ylaydi hayotda bugun. To'g'ri, ularda ham yaxshi odam ko'p. Bilaman ular ham o'ylaydi ertangi kunni. Yana shuni bilamanki, yaxshi odamni bu yerda ajratish juda mushkuldir.